Bugungi kunda insonlarni o'tirib qolishiga, yurishga juda qiynalishiga, insonni hayotiy faoliyatlarini cheklashiga olib keladigan bo'g'im kasalliklari, ya'ni artroz haqida gaplashamiz. Sizlarga bu kasalliklarni davolash uchun oxirgi butun dunyoda qo'llanilayotgan eng yaxshi metod bu, ya'ni insonni o'zidan olib, tirik hujayrani ajratib bo'g'imga yuborish. O'zi davolashni ikki xil taktikada olib boriladi. Birinchisi klinik taktika, ya'ni o'sha kasallik keltirib chiqarayotgan sabab davolaniladi. Ikkinchisi patogenetik sabab. Bunda o'sha kasallik keltirib chiqarayotgan sabab davolaniladi. Shu haqda bugun sizlarga ma'lumot beraman. Ya'ni bu insonni o'zidan olinadigan, undan tirik hujayrani ajratib bo'g'imga yuboriladigan va bo'g'imni qayta holatiga tiklaydigan usul haqida gaplashamiz. Bu usul SPF terapiyasi deyiladi. Ya'ni meditsinada stromal vaskulyar fraksiya deb tushuniladi. Bu hozirgi kunda eng ommalashib borayotgan usullardan biri bo'lib hisoblanadi. Bugun men sizlarga shu haqida to'liq ma'lumot beraman. Keling, avval tanishib olaylik. Men 15 yillik tajribaga ega travmatolog, ortoped, vertebrolog Latipov O'lmasjon Shayxidinovichman. O'z ish faoliyatim davomida 10 mingdan ziyod bemorlarga bu kasallikdan qutulish, xalos bo'lish va erkin hayotga qaytish imkoniyatiga yordam berganman. Bu kasallikni davolash uchun oldin shu kasallikni tarixiga, davolash tarixiga qaraydigan bo'lsak, ilgarilari bu kasallik gormonlar yuborilgan bo'g'imlarga. Gormonlar yuborib tiklangan. Gormon yuborish natijasida bo'g'imdagi og'riqlar tezroq qolgan va inson yurishi tez holatda yaxshilangan. Lekin bu bo'g'imni yaxshilashga emas, bo'g'imda o'sha artrozni kuchayishiga, suyak yemilishining kuchayishiga olib kelgan. Va yillar o'tishi natijasida bu holatlar olimlar tomonidan o'rganilib, bo'g'im suyuqliklari, har xil bo'g'im suyuqliklari bor. U bo'g'im suyuqliklar kilishga olib kelindi. Bo'g'im suyuqliklar ham vaqtincha o'sha bo'g'imni o'zini ushlab turishi natijasida, lekin kasallikni ma'lum bir vaqtda to'xtatib turdi. Va olimlar yana o'rganib borish natijasida yillar vaqtlar o'tib PRP terapiyasi deydi. PRP terapiyasi qondan plazmani olib, u olingan plazmani bo'g'imga yuborib qayta tiklandi. Bu plazma terapiyasi faqat yallig'lanish bo'ladigan bo'lsa, vaspaleniya bo'ladigan bo'lsa, ya'ni shamollash bo'lsa, yaxshi yordam beradi. Undan keyin yana yillar o'tishi natijasida bo'g'im kasalliklar mana yaqinda xalqimiz boshidan o'tgan, nafaqat bizning xalqimiz boshidan, butun dunyoda o'tkazilgan koronavirus kasalligi, ya'ni Covid kasalligida keyin juda ko'p insonlarda bo'g'imlarda yallig'lanish, bo'g'imlarda aseptik nekrozlar kasalligi paydo bo'lib qoldi. Va shu natijasida insonlarga yanada bo'g'imga yaxshiroq ishlash uchun, yaxshi uni faoliyatini yuritish uchun olimlarga va shifokorlar oldida qo'yilgan katta maqsadlardan biri o'sha holatni yaxshilash holatiga keldi. Bu holatda eng oxirgi metodika o'zini qornidan insonni, ya'ni har bir mana oldingi aytgan metodlarimizda gormon yuborish ham bu tashqaridan yuborilgan. Bo'g'imda olib qilingan bo'g'im suyuqliklari ham bu tashqi bo'lgan. PRP terapiyasi bo'ladigan bo'lsa, u qondan olinganda faqatgina shamollash va vaspaleniyani ketkizgan. Lekin bo'g'imni qayta tiklanmagan. Shu insonlarda bo'g'im kasalliklari ko'payganligi sababli shifokorlar oldida qo'yilgan eng yaxshi katta maqsadlardan biri va olimlar oldiga qo'yilgan maqsadlardan biri bo'g'imni qanday tiklash vazifasi qo'yildi. Buni oqibatida SPF terapiyasini uylab chiqildi. Bunda SPF terapiyasida qorindan olingan yog'dan o'zak hujayra ajratilib bo'g'imga yuborildi. Bu bo'g'imni qayta tiklash jarayoniga olib keldi. Bu SPF terapiyasida deganda, masalan, o'zak hujayra deganda nimani birinchi ochratda tushunishimiz kerak. O'zak hujayra degani bu organizmga har qanday to'qimaga aylanishi mumkin bo'lgan tayyor biologik obyekt bu. Ya'ni aytmoqchimanki, o'zidan olingan tirik hujayra bo'lib, masalan, o'sha suyak bo'g'imga qo'yiladigan bo'lsa, u bo'g'imni qayta tiklab beradi. Tiklab berish oqibatida insonda harakatlari yaxshilanadi, o'tirib turish yaxshilanadi va o'sha insonni harakatlangan vaqtda og'riqlari ketishi natijasida hayotga erkin harakatlanishga olib keladi. Va buning natijasida inson o'zi erkin harakat qilib, erkin hayotga qaytib, og'riqsizsiz yashay boshlaydi. Qisqacha aytadigan bo'lsak, SPF terapiyasi insonda bo'g'im yemirilgan bo'lsa, o'tirib turishga qiynalgan bo'lsa, bu SPF terapiyasi bo'g'imni qayta tiklab,
erkin hayotga qaytib o'z faoliyatini davom ettirishga olib keladi. SPF terapiyasi bizning klinikamizda bemorni barcha laborator tekshiruvlardan o'tkazib, mutaxassislar ko'rigiga bo'lgandan keyin bir kunda amalga oshiriladi. O'sha kun amalga oshirilib, ertasi kun turib yurib ketadi. Ya'ni bu o'zi SPF terapiyasi qanday vazifani bajaradi? Mana oddiy tushuntirib aytadigan bo'lsam, xalq tilida hammamiz ko'rganmiz. Masalan, mol, qo'ylarni o'sha suyagini yegan vaqtda suyakni ustida silliq oppoq qavat bo'ladi. Silliq qavat bo'ladi. Uni tagida uje keyin g'ovaksimon suyakka keladi-da, o'sha oppoq silliq qavatni ketishi natijasida bo'g'imda og'riqlari kuchayib boradi. Bu SPF terapiyasi o'sha silliq qavatini qayta tiklab beradi. Bu tiklab berishi natijasida u yerdagi og'riq chaqiruvchi nerv uchlarini bloklashi natijasida og'riqlar kamayadi va usti silliq bo'lishi natijasida suyaklarning bir-biriga ishqalanishi kamayib, og'riqlardan xalos bo'ladi. Bu amaliyot o'zi operatsiyami yoki operatsiya emasmi va kimlarga mumkin? Bu amaliyot o'zi SPF terapiya amaliyoti bu operatsiya hisoblanmaydi. Oddiy og'riqsizlantirib ambulator sharoitda ham qilsa bo'ladigan amaliyot bo'lib hisoblanadi. Bu amaliyotni asosan o'zi mana savol berganda kimlarga o'tkazish mumkin? Bu amaliyotni agar bo'g'imda kasalliklari bo'ladigan 1-2 daraja bo'ladigan bo'lsa, 3-darajada ham 1-bosqichi bo'ladigan bo'lsa, bu insonlarga o'tkazish mumkin. Bu holatda 1-2-3 darajalarda 100% gacha tiklanadi. Agar 3-darajani oxirgi bosqichlari bo'ladigan bo'lsa yoki 4-darajaga o'tgan bo'lsa, SPF terapiyasini amalga oshirish yordam bermaydi. Bu terapiyani amalga oshirish hech qanday narkozlarsiz, hech qanday og'riqlarsiz amalga oshiriladi. Bemor bir kunda qilib, o'sha kun turib yurib uyiga ketaveradi. Erkin holatda o'zi uyiga ketadi. Faqatgina bu amaliyotni o'tkazgandan keyin mana oddiy misol tushuntiriladigan bo'lsa, u hujayra o'sishi kerak. Inson 2 oygacha qo'ltiq ostida yurib, o'sha hujayrani o'sishini ko'paytirishga yordam berish kerak. Bosib qo'yib hujayrani ezmaydi-da, harakatni ko'proq, nagruzkani kamroq qilish kerak. Bu SPF terapiya amaliyoti bizning markazimizda, ya'ni Toshkent shahar Yunusobod tumanidagi Grand Medical klinikasida amalga oshiramiz. Bu amaliyotni amalga oshirishimiz uchun sizda agar bo'g'imlarda, tizza bo'g'imida og'riqlar bo'ladigan bo'lsa, chanoq son bo'g'imida og'riqlar bo'ladigan bo'lsa, yo yelka bo'g'imlarida, sohalarda og'riqlar bo'ladigan bo'lsa, bizlarga murojaat qilsangiz, qo'limizdan kelguncha, Alloh qodir qilguncha sizlarga yordam beramiz. Bu amaliyotni amalga oshirish uchun insonda bo'g'imda, ya'ni o'tirib turish holatlarini cheklangan bo'lishi yoki aytmoqchimanki, yurishda harakatlar, og'riqlar butun to'xtagan bo'lishi shart emas. Oddiy insonlarni, bizni bemorlarda shunday xulosa borki, yurinmanu yaxshi yurinman deydi, mana tabibga bordim deydi, u bu narsa eshitdi, yo achchiq yog' surt deydi, yo dumma yog'i surt deydi-da, shu natijasida yaxshi bo'laman deb yuriydi. Yo'q, bu qaytanga u kasallikni chuqurlashishiga olib keladi. Bo'g'imlarda g'ichirlash bo'ladigan bo'lsa, o'tirib turganda cheklanish bo'ladigan bo'lsa, yurgan vaqtda bo'g'imda bloklar bo'ladigan bo'lsa, asosan bizga murojaat qiling. Biz sizlarga qo'limizdan kelguncha yordam beramiz. Agar sizlarda bo'g'imlarda og'riqlar bo'ladigan bo'lsa, yurishda qiynalish bo'ladigan bo'lsa, chanoq son bo'g'imida, tizza bo'g'imida og'riqlar bo'ladigan bo'lsa, yoki yurgan vaqtda g'ichirlash eshitiladigan bo'lsa, yoki yurganda bloklar bo'ladigan bo'lsa, pastdagi havolaga murojaat qiling, biz sizlarga yordam beramiz. Sizlarga foydali videolar ulashishni boshladik. Inshaalloh sizda shunaqa bezotaliklar bo'ladigan bo'lsa, chanoq son bo'g'imi kasalliklari, tizza bo'g'imi kasalliklari, bo'yin, bel sohalaridagi grijalarda qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, murojaat yozib qoldiring. Keyingi videolarimizda sizning savollaringizga javob beramiz. Sizlarga sog'lik, salomatlik tilagan holatda keyingi videolarda uchrashguncha